degan vayron qilib ko'zlarim asli go'zal dunyo degan asli shirin hayot degan vayron qilib ko'zlarim inson o'zi xomsut emgan Qane ballarım. Obdan ketsinlar. Öy kirayli, mağla. Bo'ldi. Mağla. Uxlaydi, bilan. Qani bova. Kira. Ha, mağla. Ha, dada, siz avvalmang. Bo'ldi, yig'ilma, bilan. Oy, dada. Qizim, bu yerda o'tiribsan-ku. Jira, öy kirib ketaylik balam. Ma'qul. Qani, ballarım, ish kerak emas. Qani dada, qani. Ha, mağla. Qani kiringlar. Ha? Ey, kiringlar, Ha, dada. qani. Ha? Qani. Ha. Ha, qani. Kira. Kiribsizlar. Jira, balam. O'zingizdan bo'lsin bova. Aymalar muborak bo'lsin. O'tiringlar. O'tiringlar. Sağızı pek oxşatdı. Yetib tayyorlig'inglar yaxshi bo'pti juma bova. Ha? Qani, ag'ash o'tiringlar. Kepsizlik. Qani balam, oz bo'lsa-mu hayitlar. Rahmat dada. Dadısı. Oy, dadısı. Ha, mana men. Çay içivaslar. Ha, ma'qul.
Kesle. Kollarını yuvasla. Rahmet. Charchab qolganlar. Bir piyola choy ichib olsalar. Helim o bek charchab ketdilar. Aram asla. Bir ömür jafo tortib, ko'chat tikib, iyilik barpo qildilar. Çoğunlar köçet tikse, rahatını balla görer degen gap ba. Balalarning mı özü tushliq ishi bor emasmi? Özüm qilay. Mush bag'vorlarning hammasi balla uchun emasmi? Bizdan qolsa ballaga qoladi. Hadi mağdursuzlanıp ketibatımın. Saqıyalaman bu. Men ko'z yumib qalsam, dadısı yalqısırab qalam. Ya. Ballarım dadısının halidan obdan xabar aladı. Bu öyleni sağıca qanchalik jafo tortdimi? Endilikda bularni tashlab ketamanmi? Ballarimiz bu uyning chirig'ini o'chirmasa. Doğrun işçi olanglar, apisi. To'la o'ylayvermay. Obdan armelanglar. Qani. Ha. Rahmet. Astaroq, asta. İşim pek ağır. Apa, çay sila. Mijozinglar qandoqroq? Doktorga boraymi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Qizim, bola uxlab qoldimi? Qani o'ltiring. Ko'nila tan saqlab zo'r boyliq deb to'g'ri debdikan. Menda nevramni ko'tagidek maqtur bo'lmasa. Bu necis kasaldan qachon qutularman? Meni yo'lab boqqa aytchiqsizlar. Ma'qul. Asta tursizlar. Asta. Bag'rimni ko'ray. Ma'qul apisi. Asta, asta. Qizim, uyga kirib keting. Ma'qul dada. Asta menga, asta. Bu yil mevalar xeyli o'xshabdi. Boqqa, uyga qarasam, ko'nglim ichilib qoladi. Biz bu ko'p qiyinchiliklarni yengib, bolalarimizni qatoriga qo'shib, uylik o'choq qildik. Endi og'zimiz ochiq degan chaqda saqsiz bo'lib qoldi. Undoq demanglar. Ko'nglimdagi yerim bo'layotdi dotasi. Umumg'ir xiyolda bo'lmanglar. Sizlar texi uzun yashaysizlar. Bir obdan turvatmamsizlar. Mana o'zinglar meni boqich qoldinglar-ku. Navrilarimizni emas, chavirlarni qatoq qo'shsizlar texi.
Ağır günler aqımızda qaldı. Ballarımızmı qatağa qoşuldu. Ağırımızını yeniq qilib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib atadi. Aram asanglar, yaxshi bo'lib ketisizlar. To'g'ri, men bolalarimdan faxrlanaman. Mehribonning aytishicha, Ahmadjonning shaharga yetgan. Bu simshada qip qilib, yenimizda ishlasa yaxshi bo'ladi. Ahmadjonning xizmatini shaharga yetkazsa, necha oyda bir kelalaydi. Ro'shangilmo jiroq to'y qilib, necha oyda bir kelyotdi. Ahmadjon o'sha yerda ishlab qolsa yaxshi bo'ladi. Xizmat ehtiyoji qayerda bo'lsa, shu yerda ishlasin. Ahmadjon yetgansa, shahardan bir yurish uyab birayli. Balalar qayerda xizmat qilsa, turmushi xotirjam o'rsilamaydi. Bu muğur xiyallarni qilmanglar, opisi. Oy, nima bo'ldinglar? Qo'rqitmanglar-chi. Ko'zim Nima bo'ldi? qorong'ushib ketyapti. Doktorga apiraymi? Qo'rqitmanglar-chi, opisi. Beshim pek og'rib Oy. ketdi. Opisi. Meni qo'rqitmanglar. Opisi, meni qo'rqitmanglar. Opisi. Opisi. Vallahi eklemişsiz var. Kichik maktab ketdi. Rahmat. Canlıcı. Kirib qoldi. Kızım işlerine kanda kılıp gitti. Muş kıynattan cahili kıtıp vardı. Shundaqmi? Texvali o'sha uyning bolasi bo'lgandan keyin hamma narsa sizlar qolmamdi. Ben şunu düşünemedim. Veli şu oyunun balısı boğandın keyin. Öy joyi bağ varan. Mal dunyalarının hemmisi sizlarga qilish kerak edi o. Açam to'g'ri deydi. Yig'lim gaplarni qilib, qiynataning ko'nglini ol. Eronning oldida bir xil, qiynataning oldida bir xil bo'l. Lekin Veli'nin onda qığısı yok. Öy ayırıp çıkıp kessek, işlerimiz yaxşı ketedi deydi. Hiç nege çıkmangla. Öy ayırıp çıkıp kessangla. Tapkan təgininglarga. Öy salam sizlar. Yoki jininglarni baqam sizlar. Ayrım o'ltirsanglar hamma narsalarni talqib beramiz deydi. Vali bo'lgandan keyin uylar sizlar qilish kerak-da. Bu uydan hargiz chiqmanglar. Gap qo'shindaq. Lekin qiynatdan kichik kelinga o'ligidek amroq. Qachonlik qarsa og'zini tushirmaydi. Ishki gapning birsi bo'lsa, kichik kelindan uyg'oninglar ol degan. Qaysi yeri yiqib qoldikin o'satlang. Ahmadjonning uy ayrig'isi bor ekan-ku. Shu chiqib kelsa bo'lmadimi? Qiynati deganga hada tashlab bersang. Mu xush yiqib. Maydisiga mol dunyoni besib yetaverdi. Qani kasila. Bo'ldi, qo'zg'almislar. Kasila. Bo'ldi. Tinchlikmi? Obdan turdingmi? Oltasla. Qani, sizlar oltasizlar. Salomatliklari qandayroq? Obdan. Qani, choyga baqsizlar. Sizlar bilan ko'rishmagili uzun vaqtlar bo'pti. Sizlar bilan mo'nish bilay deb kelib edim. Obdan keptilar. Obdan bo'pti. Qani. Asla. Qani. Qani asla. Xo'to. Hey! Ma'ning g'amidi yo'q men turg'unni. Hey! Gap qilyapman. Sana 100 kerakmi emasmi? Ha? Men ko'ch-ko'yda bo'layotgan gapdan xabaring bormi yo'q? Hozir kishilar bizni nima deyotdi, bilamsan? Ma qizini obdan tarbiyalamabdi, ha?
Qaynotisiga yaxshi qarmabdi da'vatidi. Sen-chi, qizimizga deb qo'ygan qudularning oldin obdan xabar olsin. Anladingmi? Bo'ladi. Men yana tarbiya qilay. Bizmi ularni yo'qlab kelayli. Maha gapani bo'ladi. Cho'ng onashning uyi keldi buni. Cho'ng onamning uyiga ketdimiz. Cho'ng onamning uyiga keldik. Qo'shib ketdinglar, balarim. Mana keldi. Gapsizlik qilmanglar. Ishingchikin. Ha, bo'ldi. Voy, qanday ahvolinglar? Kechaman keldinglar. Qanday ahvolingiz? Voy, bolalarım, qani uyga kiringlar. Qani kiring. Apa, kiring. Ahmetcan'ın oldi deyishni biyat ko'rdim. Nima gapda, apa? Davering. Mahallada tarqalib yurgan so'zlashaklarni angladingmi? Xabarim bor. Anlab turyapman. Lekin men nima qila olaydim? Malika o'zi bilan bolasini o'ylasa, qiynatanni o'ylamasa, kishilar albatta har xil gaplarni qiladi-da. Kishilar to'g'ri deydi. Hamma aybni Malikamga qo'ysang bo'lmaydi. Shu gapning bir uchi ham tegishlik. Shahar ketaman deyapsizlar. Qaynatan bo'lsa, o'sha uyda qolamdi. Ahmetcanga degin. Maslahatlashib yiqinglar. Amal bo'lsa shahar ketmanglar. Qaynatanning holidan xabar ettirmiz. Turmushga kerak narsalarni o'z vaqtida avatib turamiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turamiz. Bir necha tal narsa aytsanlar ko'ngli xush bo'ladi demsan. Qaynataning holidan obdan xabar olgin. Bu umrlik burchinglar. Sen bu ishni obdan o'ylan. Qaynatam shaharga kelgan bo'lsa, shaharda ishlanglar. Qayerda tursanglar, turmushinglar xotirjam bo'lsa, men xushal deydim. Uning ustiga Malika bolalarimni xorlab, faqat sig'dirmayotdi. Qasdan qusur izlayotdi. Biz Malika bilan bir qo'rida tursak, uyda faqatchidan qurmaydi ekan. Shunga shaharga ketaylik deyishyapmiz. Ular nima deydi ekan? Vali davomli Ahmetcanni o'qitish uchun nurg'un pul ketdi. Uyning eg'rini kishlarini dadamga yordamlash men qildim. Ahmetcanni o'qitib, xizmatga o'rinlashtirdik. U bu uyning hech qanday jafosini tatib baxmadi. Maoshi bo'lgandan keyin bizga eg'irchiliklarni sanmay, o'zinglar jininglarni o'zinglar beqinglar, meni dadam bilan bolalarimni baqil qo'yinglar dedi. Balam, akukularingning o'tirisiga zid yetsanma. Qo'y bundaq gaplaringni. Sen qaynatangga yaxshi qarasang, ati o'gin sening bolalaringmi san yaxshi qaraydi. O'tniga lab qutalam bu. Dadam berib qudisining holini ko'rib, yuragi ezilgan holda qaytib ketdi. Uyga kelib o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Ballarni jafoda cho'ng qilib, o'yli ko'chaqliq qildi. Endi ularning rohatini ko'rish kerak. Voy, yenge yaxshi turibsiz. Yaxshi turdingizmi? Qani yuqoriga aytinglar. Bu bir yaxshi fursat. Bugun opamlarni uyga boraman deb tayyorlik qilib qo'yib ekanman. Balalar kelmagili uzun bo'ldi. Opangizning uyiga ati basanglar. Veli so'ygan paxlanning go'shining yerimni olib, Xudamni yo'qlab kelsanglar bo'lmamdi. Xudamni eg'iz tegsin. Ashqan tashqan go'shni ep olmasam-chi, opam go'sh ep yalaydi.
Malikam, nimanda qo'pollik qilasiz? Dadam ya kichik bola bo'lmasa? Oş, tamaqlicha o'zing aytib yonla. Tamaqni siz ayting. Ma'qul o'zim aytay. Uyda hech kim yo'qmi nima? Apa, qanday ahvoling? Yaxshi tirdingmi? Yomon tirdingmi? Qanday ahvoling? Yaxshimisan, tinchlikmi? Balam nimanda xabar bo'ldigansizlar? Nima o balam? Nimanda ig'ir tag'ani ko'tarib keldinglar? Opa, paxlandan birini so'ydirib, silni yesin deb akeldik. Rahmat balam, japa tatmasanlar bo'ladi. Apa, go'sh yesang quvvat bo'ladi, foyda qiladi. Valiga debchi qo'ydim birini so'ydirib olib keldim. Saqlab ye. Balam, ochilaringni chaqir. Cho'ng kichik hammaylan kelsin. Bo'lmasa go'sht purab qoladi. Ma'qul apa. Tezroq kelsin. Vali, uy kirayli. Qani bolalarım. Uy kiringlar. Bolam, pat-pat kelib tursanglar. Dada bo'ldi turib qolsizlar. Bek avar bo'lib ketlar. Bo'lsa bizning uyga kirib bir oy turib kelsa yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Opanglar o'tgan bu uyni kessam, opanglarning ro'yi qo'rilib qolar, yaxshi bo'lmas. Pat-pat kelib meni yo'qlab turinglar. Tashlab qo'ymanglar. Qayirib qoldim. Ma pulga, balaga o'qish quroli olib beringlar. Bo'ldi dada. Sizga to'g'risizlar. Balam, ma pulni al, yaxshi o'qig'in. Rahmat bova, rahmat. Qizim Malikam, choy damlab bergan bo'lsangiz bo'pti-kan. Dada, xapib qoldingmi? Endi nima bo'lding? Melikamga choy damlab beraying desam, xapib qoldi o'g'ay. Dada, sen bu keliningdan yomonlig'ining yomonlig'in, ochtimig'ingni etib bervatsa, kir qotingni yo'yib bervatsa, yana nima qitasi bo'ladi, ha? Agar bu keliningni yomon desang, boshqa kelinlarni kelib berib turib kelamsan ya. Biz nima xotirjam turmush kechirgili qo'yg'in. Mana choy. Dada, mush mijozingni qachon o'zgartasan? Hammamiz xotirjam turmush kechirsak bo'lmamdi, ha? Ha baba, çay içiyordamsiz? Kela bolam, oltir choy ich. Bu qirq çayni kim içindi o? Bugün bayramken baba, bozorga kirib, kebab yeb, Allohga o'ynab kelamiz. Tish o'ynanglar, ha? Apam ko'rinmaydi? Azroq pul va so'pdi-ya menga. Apa! Apo! Mayak kille mayakka. O balam. Bugün iki yap azroq pul veremsiz. Voy beray balam, voy beray. Ma, xajlab turg'in. Ala. Ha, mana. Voy. Men mangay. Boldiroq qaytib kelgin a? Kichik balog'imi? Ashundaq jiq pul bergan bormi? Pul degani xajlayman demsa nimaga topadi? Balamni xajlaymikin deb tutpatimiz. Jenim bilan yomon o'ginib qoladi. Keyin boshqaramay qolasizlarmikin? Apa,
Qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Kechaman keldinglarmi? Hamma tinchlikmi? Qanday ahvoling, yaxshimisan? Hajat chiroyli mashina olibsan. Nima degan chiroyli mashina? Chiroyliqmikan opa? Rahmat sizlarga. Rangim bo'ldi. Axir oldik. Qani yuqoriga o'taylik. Qani opa? Jiranglar. Qani isting. Kirsizlar. Oy. Kaslar. Yuqorisi. Rahmat. Qani opa, chayali. Rahmat bolam. Hada, boshqalarning aqlida so'zlicha qilganini bildingmi? Qiynatisi shuncha ko'p mol dunyo ba'simi? Qiynatisiga yaxshi qaramadi. Xotini bek eskigan deb Vali akamni ayblayotdi. Men shundoq gaplarni ko'p anglab ketdim qizim. Bundoq gaplar to'la. Odamni bezor qilib. Sen nima deding opa? Men nima deydim qizim? Qizimni eri bosh qursin dedim. Qizimning ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa, shuni qilsin. Mashinam ep optan qipti. Endi meni pat-pat yo'qlab keldigan bo'ldi dedim. Ajab optan debsen, og'zingga navat opa, tozi boplabsan. Xalqning bizlar nima qari? Pul deganicha ochimda xajlamamdi. Yili qayerdan qo'qib mashinani olamamdiq? Hozirdan o'ynab kuldigan vaqtimiz. Voy hada tozni besham kelsan-ku. Agar men qaynatam shunday muomala qilsam, eri meni urib o'ldiradi. Sen unda qilmay. Qaynatang oblari qarg'in. Kiyim-kechaklari kirlishib judab ketibdi. Erim obdan bo'lgan qaynatang obdandi. Ular odamgachilik qilib qo'ygan. Dadangizning doktorga pamsaqmicha saqiydi. Hada, opam og'rib qoldi. Vali, balam. Ben kirib chiqay. O'lmaydigan qiyli. Doim shundoq chaqibcha odamni avor qiladi. Bir piyola choy kirpasan bu. Bizning dada biz oldiraydik. Jiringlar. Biz mangayli tezroq. Mangayli. Oy. Acha, nim bo'ldi. Qanday qilamiz? Hey Vali, o'ltamay doktor chaqirib kiring ha. Gapda o'tirsiz-ku. Oy. Voy azmini qilmay chiqib doktor chaqirib kiring deyapman. Tezroq bo'ling ha. Voy bo'lmamsiz tez. Tezroq saqlayib kestir bo'ladi. Odamni ansirib. Hada, Yusufkan og'rib qopti. Biz bu yerda bo'lgan lekin Vali akam berib siqarsin. Ahmadjon o'yda yo'qtirsa, Yusufkamga yana bir ish bo'lib qolmasin? Ishingni qila. Sen nimani bilding? U qayerda kimning qari? Opamiz muhim emasmi? Oldla opamga qaraydi. O texcha o'tirsizga bo'lmamsiz tez. Bo'ling ha? Odamning tishiga tegmay. Özemning uyi, özemning makoni. Ballarimni qanotlantirib uchirgan aziz makonim. Xon. Nemishqa meni tashlab ketdingiz, azizim? Ro'shangul nemishqa kelmaydiganda? Ahmadjon kelamo. Ayoli bechora jiroq bo'lsa-mu, menga keraklik nars keraklarni avatyotdi. Ballarimni, navrlarimni ko'rgim kelyotdi. Sağ salamet, aman esenmi da?
Bugün ma'lum bo'lganda. Ajab beorom bo'lib ketyapman. Biqinlarim og'riyotir. Bugün kunga men bo'g'itdi. Chorshanbami? Payshanbami? Kundan keyin Ahmadjon bolalarini kelmasmi? Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tezroq kelsa bo'ladi. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq. Üç gün oldu Yusuf'tan görünmedi o. Ben mi kömdüm? Bununla qarab bakaylı. Oy, bu darvoza üstökкен boğa o'xshaydi ichilmig'ili. Men bag'odan orqishga kirib qarab bakay. Su ichkim kelyapti. Ha, mana opa. Opa, nima yegunlar bor? O'xshagan tonir ko'pi bo'lsa yesam bo'ldi. Tonir ko'pi? Bu vaqt nereden topamı? Opam akka deganga akkelmamsiz. Ay pulosni nimlarga qilmaydi turamatsiz. Odam jin qilib. Voy, nima bo'pti? Yusuf akam o'lib qopti. Ha? O'lib qopti? Jasadi purab ketibdi. Unda qilmasdi. Bol bolalar xabar qiladi. Boşsa. Hoşça. Vaqt bir yeg berib qoldi bolam. Erta sahar turmusingiz bo'lmaydi. Yetib aramaydi. Shuna qiling. Bo'ling. Ondan sonra ben bana. Ey dostlar, ben sizlerle desakçı, bu işem nömrə xotunu koyaklarım ben. Bu digenim doğru, onu çokum koyu temem. Ceren tımacı var. Dostlar, hoş. Ceren. Hoş. Ey, ışıkını aç. Ey, ışıkını aç davetime çapsan. Yana aroq ichibsiz-da? Aroq ichibsiz davatsa? Dadim bo'lgandan keyin ichmay qandoq qilaman? Endi aroq ichib kiramsiz? Buni bilamsan, tijoratda isyon tortgandan keyin bu agangni qishib berib pul akasan bo'lmamdi, ha? Men qara, dadangdan qolgan mirosning hammani agang yeb olamdi, ha? Bizi qilan nimalar ekan bu? Qarab turib, bizni po'za qilib o'tdi. Qandoqlik qilsam qilib, sen pul aka. O'sha qiyin o'tgandan o'tib olma. Erta tanish bilan yo'lga chiqqan. Aka. Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlik qol. Tinch kelibsiz. Bir ishlar bilan kelganmidingiz? Bu qatim tijoratda ozroq ziyon tatib qolgan. Ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Bu pulni dadamning nazariga ishlatib yetibganmiz. Uyda pul qolmadi. Bog'dagi mevalarni sotdingiz. Qiyinchilik topmagan bo'lsam, oldingizga pul so'rab kelmagan bo'lardim. Dadamning kirpigiga to'p basmay turib, men bilan miros talashg'il keldingizmi? Necha kun bo'ldi sizga ko'rishim. Bugun beklamchilar bo'libsiz. Shundaqmi? Shundoq bo'lmadigan. Voy. Voy, to'xta. To'xta. Voy, to'xta. Bo'ldimi? To'xta. To'xta.
Mehman geldi. Efendi, yan başınız lazım mı? Agar bir narsa kerak bo'lsa, mana sizni chaqiramiz. Bo'ladi. Meni behni soatda vatmaz. Kechiring, qani. Chaynigin, qanicha. Sizni bunday ekan hargiz saqlab qo'ymayman. Hendanga, xotiningizni qachon qo'yibsiz? Aldırmay turing. Uni xotinim maras qo'lim chiqqan hamam. Uni qo'yib o'taman. Qachongacha mushundaq yuramiz? Maqaram. Bu mening sizga atab ekan kuyovdim. Bu sovg'amni qabul qiling. Chiroyli. Keyin yana ap berasiz. Rahmat. Aytmoqchi, sizga payman kimga beraman? Maqaram, bu yana manzarasi nimaga chiroyli, ha? Lekin davni qo'yasiz. Maqaram, men ish pishtirim buyuk bo'lgandan keyin ikkimiz birga yashaymiz. Mana ishinim bo'lamdi. Aytmoqchi, siz bilan yashamay kim bilan yashayman, ha? Mana ishinim, mana. Juram. Geldin mi? Otur ha. Bir kol kepsen ko ha? Dadan hayat vaxtida akıllarım anda yaxşı, at kalırım manda yaxşı deb mahtum atkan edin ko ha? Endi halin muşuma ha? Eyte? Ondaqın dep ketmang. Dadam hayat vaqtida bizni ko'p yo'ligan qo'l. Yana qanaqa bas bo'ladi? Aç 4 dal pulunu pişanım dokunup atam sen ha? Konula xotun kişinin pulu 2-5 yılı esilgan tokmak okşaydı o degen. Gelsen çıksan ama 5'ini tegedi o degen gibi. Kaskende ha? Xata tushunmang. Undaq deganim emas. Ben hata düşündüm ha? Ben saran şundak mı? Mal çık yok ol gözümden. Yok ol. Akıllarını pul ekersen terliyim. Olmuşsa, va öykten su içmem aldın mı? Dada, sizler soğuşu versen kanda bulurdu. Apam öyde jıplap yatıdı o. Soğuşma kanda kılatık, ha? Oğlandan kalan mirasının hemini, tağan yutuvarsa, apanın ayol kişi edip mirasını beğenmeyi boza gitivarsa, soğuşma kanda kılatık, ha? Sen bağı, ulanın evris boğan deken. Sen mi berip yetip al? Ulanın kandakından bir körüp bakay. Ha? Kopa! Tula orada. Bayt Qasım'a. Qandaq ahvalınız? Siz hazır nerede? Ben sizni behmi saqlab ketdim. Ayolunuz qaqil qo'ymadi bu ya. Adam ağır. Kim söz ha? Ne bo'ldi nimkari? Qasım degan kim o? Qanday yüzsiznim sen? O vicdansız. Qo'ling shiltima gap qilmanga. Endi sen bilan hisoblashiman. Men ep qo'ygan xotining emas. Sen meni xotindan, bolalarımdan ayırdın. O buzuq. O o'zing ishi. Meni vayron qilmoqchimi ha? Kim seni vayron qildi? O'zingni o'zing vayron qilding. Yo'qol ko'zimda. Ishini qila qilindi, odam bezor qildi. Acep tügümez kaldı abi ya. Ukam, Melikem bir gün apısının üyüge barmakçıken, siz muş yerlerinin hemmesini bir çanıvetken basınız. Ben Melikemni elip apısının üyüge berip gelay. Abi, ben geldim. Geldin mi canım balam? Tamak pişti mi? Bir şey dep kaldı. Birdem oturup durgan. Hazır tayyor bo'ladi.
Qani o'tira. Ukam harıq içməm. Başqalar görsə közgə ilmaydigan bo'lib qoladi. Amma haraq deganni-chi, ma bizdek ata-onasi bor, 9'u tel odamchiligini bu. 100 numar balam. Tazi bopladim. Canım apa, çoğun dadam hayat boğan bolsa, özünüzün balısı bilen tanışıp onundan azar yemegen buladınız. Ola acaba, haraq içip meskergen balısının cevabını xuşal bolup ketdi. Balam, çoğunlar ondaq demə deyişinin ornuğa xuşal bolup külüvadı da. Tova, cahanda muşundaq mı anı bakken, ha? Oy, kiring aka. Çay demlab beraymi? Bo'ldi. Boya hechil bo'lib yengamni oldi deyanmadim. Nima gapda deyanmagdak? Maktabdan o'qish puli to'shib ketdi deb bek suylab ketayotdi. Uning ustiga o'g'limni oyog'i yirtib ketibdi. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz o'g'limga oyoq atasam bo'pti ekan. Ukam. Menda hozir nerede pul bo'ladi? O'tgan siz og'rib qolgandimi, birmuncha pulga davolatdim. Bolangizning daftar qilimidan tortib ep beryapman. Menimi o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda. Putudagi oyog'ini mozdozga o'ngitib bering. Kichik bola degan oyog'ini yampitib keysami bo'laverdi. Bolaga undaq ko'p pul xashlab o'gitib qo'ysanglar, yomon o'gini bo'ladi. Otisi yo'q bolaning tarbiyasiga alayda ahamiyat berish kerak. Endi uni siz o'z mayliga qo'yib beraversangiz bo'lmaydi. Çoğun bo'lib qoldi. O'rgansin, ishlab pul topsin. Uzun pesh og'zim tishlab turaversa qandoq bo'ladi? Mushnaqa emasmi mana? Odam ikki eg'iz gap qilib bo'g'icha ko'zining suyini chiqargan. Meningmi yangingizning oldida azroq yuzim bo'lsin. Bolam bek bechora bo'lib ketdi. Azroq o'sin pul berib turgan bo'lsangiz. O'qituvchi shundoq degan deblar bu gapga eslab olamsiz? Ularning yendan pul chiqmagandan keyin gapni davirdi-da. Pul deb dadisi deng, dadisi bersin. Bundan keyin bundaq qishloq ishlarga meni avar qilmang. Bundaq ishlar dadisiga bo'lsin. Men ishimni qilib qo'ying. Nimanda qiladiganida to'p to'stib, birdan to'xtab turing. Ha, nima gapda? Soningizdan balsa qachongish mushay turdi? Mush g'alvidan hajab qutulolmadim. Qachonli qarsam shu gap. Oxir bir kun bo'yi mening deb miras talishidi-ku qachon. Hozir Ro'shangulning ko'ngli parishon desa, bu gaplarni uningga qandoq degili bo'ladi? Helimi sening gapingga kirib, Ahmadjonni bu uydan qo'g'lab chiqarib, oramizga so'g'oqchilik tushdi. Endi Ro'shangulnimi bu uydan qo'g'li desang, Vali, sizcha undaq degan bilan? Ro'shangul atog'in ko'zimizga ko'stib adim birini akra? Ro'shangul undaq ayollardan emas. Qalayim qanday qilma. Qarab turing Vali, ishongan taqdi kiyik yetmabdi degan gap bor. Atog'in ko'rib qolasiz. U degan tex yashtirsa, aytagmay mushlaq o'taveram-da. Gapni oz qilgin, ishimizni qilayli. Oy, oldimizda o'g'limiz tursa, ularning keyinligini o'ylamasak bo'lmas. Ularni o'ylik o'chaqlik qilamiz. Qo'li beshimni og'ritmay, qanday qilsang qila, menga. Oxir bir kun pushaymon qilsiz-ku. Oldi qila. Bu bir nimani tezroq ko'zimdan yo'qotdi. Astag'firullah. Nima tursa? Mangmamsa? Xat to'xtab tur. Ko'rimiz xo'tehi. Ukam, pul yo'q deyotganingiz, nimani xarajat qilyapsizlar? Apamdan qolgan zinnatlarimni sotdim. Shuni xarajat qilmasak, qanday qilamiz? Shundan boshqa amal bo'lmasa. Bumi bo'pti-ku ukam. Pul deb mening beshimni og'irtib burilib mushlaq qilsangiz bo'lmamdi. Eshitdikmi? Qancha uchun? Opa
Apam dadamla tushimga to'lib kirib qalayotidu. Ularning ro'yi qo'rinib qoldimikin, tushim buzilib turyotidu. Ha? Tush deganga nima kirmaydi? Qandoq degan gap bu? Gap qiling ha? Oy hamma, baxtlı deysiz. Biz ya tilemçi emas. Boğumuzdan üyep bizden uyumuz o. İlim işlep yavatımız. Apamның dolusından kaçan ketlen çıkıp baktı. Apamның silahsan hürmet kılmaysa. Apam inan ittifak ötel bilse, nime bilseniz bulamdı. Dayım silahın bekvatımız. Bekvatımız da yüzümüzü salsanız bulamdı. Ha? Hey, senin ağzın hecep iştik bu pitta. Bu senin hammangcı mı? Tek biz bilen dişkidak buldun mu? Rahmetlik boğan silahını mı dadanlar o, ha? Olanı zade isimleri öp bakınalarını ben bilmeymen, ha? Ola bizninkini qağanda inak ötüla degen o, ha? Hey, bulduk el, muştum dek durup. Men bilen gapta kallaşıkıdak buldun mu? Dadan bakmasa, men baktım o. Kimi sana şunçilik kılalaydı? Dadangdan kelmegen vapa, mendin keldi o. Yine kanda kıpesen bulattı. Opam küşkürtü otamda. Biz sendek çağda güp ketmen çapattık. Helimi sen üzüm peş. Ağzımı çöğüşlep oltırıverem sen. Hep cümlesini hep. Bo'ldi, jiq gap qilma bolam. Aka, xafa bo'lmang. Bola tek kichik. Hozir yetishni uqmaydi. Bo'ldi, sen jiq gap qilma. Hech ishlarni tushunmaysan. Ha, jininglarni baqalamsizlar? Yaxshig'i, ko'ttam eg'ir gapdi-da. Unda qiz quruqdan chiqishlamsa, chiqisha. Hey, bo'ldi qa. Qachon otog'ina chiqisha? Hey, yetimog'lar chiqaydim men. Sizni baqalayman jurma. Chiqisha. Sen deysan, ha? Apa men mangdim. Tezroq kelgin ha. Men ansirab qolaman ha. Dadam bilan birga bormoqchidik bolam. Mashinani haydamasang bo'pti ekan. Ay, meningmi aldirashishim bati apa. Sizlar boshqa amal qilinglar. Bizning oldirishimiz batdi bolam. Ay, mana. Mang. Dadisi, balamizga nim bo'lganda oqsham kamidi. Ansirib kelyaptimi? Öz vaqtida balını yaxshi boshqarayli desam unamaysan. Hozir aroq ichib tap tatmasdan uyga kiradigan bo'ldi. Öz vaqtida dadam balalarga tarbiya qilsa, silk ishlaysan. Endi onunğa tarbiya qilsa, anglamaydigan bo'lib ketdi. Men qaytay. Balık bir iş olmaz, kapağım tatıp da durdu. Malika, balon mashinlar bir buzdi. Oy, kız balonlar. Bu bizga nima tatqiliq? Nima ko'ygilik? Jinim Vali, balamizni yana bir qatam doktorga apiraylikchi. Qaysi pulga davoltimiz? To'lam to'ladik. Bag'nimiz setvatdik. Bu pulning hammasini mushunga ishlatib bo'ldik. Bizda hech nima qolmadi. Pul deganni tepib, aqasining ko'ziga tiqib etmaydigan bo'lsaq. Hey, go'y, nimani chiqsa? Bo'ldi balam, jimiya. Nimani? Bo'ldi balam. Bo'ldi gap qilma. Qilma jimiya. Qaram dadisi. Men sizga aytib kelam. Balamni doktorga apiramiz. Ma'qul. Sen kaçıgan pulunu başka kaçıgan bolsam, bu kanca ula tilamcım kütepti. Set. Hey. Sen kaçıgan diken, bakmış kımam sonra. Buldu aka buldu. Ben bu akıllı küçüğavattım ha. Ben senin nurgun pullarını kajlıvettim. Ben onu herkes boş koyatmayım. Bir amallağını kıp onu çokum kıma koyuptum. Hep belli, doğru ettim. Onu bir amal kılıp kımaya öğütün la. Şu cadımın konum hemen tapıdı. O men inim başına sokup ötep, ömürlük mevkip koydum. O jürgümünü kan zerdap kılıp, hasrette koydum. Hey, bunun gibi pul gerek olmanda. Ben puluma, işini baldı bitti. Cep, mama.
Taka koş. Koş aka. Koş koş. Ağinlar birleşip çoğun soğudu qilamiz degan bir plan bor. Ha, cho'ng suvda? Shu azroq pul chiqib va qudanglar bir sherik bo'lolmamiz shunga. Jinob bizmi bo'lganki, jinim adash. Sodangning ishini go bildim adash. Lekin shu pulning ishi sal chataqdir demasmi? Gommada azroq amalni qilmamsa, ha? Topqiningni opasang, yetmaginni men bersam, shuning bilan bu savdo qatnashsang bo'lmadimi deyman? Ha? Ichadi, ichi. Belli, jira adash. Men berib pulning amalini qilay. Jira. Asta, apa. Ha? Man pul tepesem olmadı canım apa. Voy, nadiki pulni berma, jinim bolam, pulning hammasi tükkan tursa. Ben de pul bacakta kaçlaştı ondan bilsinler ha. Voy. Man işçi ağırsın man. Öldürün de apa, öldürün de. Sen uchun men yuragimni aymayman, bolam. Dadam kını değme dadam. Voy, jinim bolam. Voy, jinim bolam. Dadam kını. Baqirma. Dadam neymiş gelmeydi o. Dadam neymiş gelmeydi. Bo'ldi qil bolam, shig'lama. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Boldang, Ya dada. Man pul verin ha dada pul verin ha. pulingni tat. Ha, men Bo'ldi pulni qil, nega jinim bolam. ketiraman? Ha, bu pulning hammasini so'rab Dedim dada bizler pul ama candan toydun değil mi dada? Hayvan. Candan toydum. Pulingni tat. Vacan. Voyjon. Yana nima Ey, kirib talyon sinab boqmamsa? Amutdan kep qolsa-mu ajib emas. Alag'ini olganki, tutaman 5000 ko'yni. Tosma. O'ynab o'tirsa, menga esa pussang o'zanga. Rahmat adash. Chataq yo'q. Dostlikqa yaraysan jimo. Voy, qaysilik ishlar bor. Jira adash. Jira. Ma. Qani talyonni birsini paqa qilib bilgan. Ma'qul adash. Sen gap ham pulni olmaysan. Chataq yo'q. Bizga alag'ini tutsaq biz. Shama? Mushu adash. Adash, bexatarmi? Ya chataq yo'q, cho'ngmasli yo'q. Qilib qolmayli deyman. Yo'q, jira adash. Ha, qani, to'tga. Ikki. Hesap bo'ldi. Ochildimi, ha? Qaranglar. Keldi. Qandaq, yana do'sh qamsan? Turib bo'ldik. Ha. Hesap. Qara. Ochildi. Dadam qo'ynak, dadam. Omad kapti bo'lasan da. Hadi o'ynasan o'g'il arkadaş qilma deganda. Adash, yana mushundaq so'rim bo'lsa, ayt devatgina. Chataq yo'q adash. Jira ishimiz. Jira. Voy, jirgina, mana. Jira. Buncha bola pulni nerdan topding? Pul topdik, pul. Nima ish qilib topding? Voy, jinim bolam. Voy, jinim bolam. Qorg'ina bo'lsa pul tepkasami tilovdi topa. Shuni Bolam, deyman. men qara, sen men obdan bilaman. Burundan tatib qilayotgan ishlaring men obdan ayon. Biror ish chiqarib qo'yamikin deyman. Qanday qilsam pul tepdiman-ku? Menimcha bir planim bor. Og'illar bilan deyishib qo'ydik. Cho'ng bir savdo qilamiz degin apa. Topgan pullarni yig'ib, mush o'ylarning hammasini bir yanglab etaymikin deyman-ku. Shunda qil bolam. Obdan o'ylabsan. Sanga azroq yaxshilik qilay degan, lekin men pul yetmayotdi. Azroq pul yig'ib bersanglar. Obdan o'ylabsa bolam. Necha vaqtim bu yan pul topmadi, pulni yo'qotdi deyla. Endi bolamiz pul topgandan keyin urug' tuqqanlardan, el og'inlardan pul ilib, bog'baravallarni qaytirib kelsak bo'larmikin? Boslashdik. Dada, azroq pul tepmagina, Unda qopim ketmez. Sizlar deganlaridekmi bo'lmas? Men Qopmamla. qay so'rabim baxmagandim. Voy, berib amal qilib baqsir bo'ladi-ku. Berib baqsam O'tmay qopsizlar. Ma'qul. Qandaq degan gap? Ber baqay. Boslar. Opa, bu do'qchi, jiq pul topsam mashindan birini olaman tex. Ha, ma gaping bo'ladi. Ha, qadar, atbaqa. Ataya. Toshman yuragini o'tirib ketgani. Yo'q. Shu. Qaysa. Nocham. Başını sınaylığı. Ha. Lan, qani ağıyla. Ha, oynamsa oynaydı qalıp bağ mı? Hazır bırak lan. Neç bol?
50 mingni quturib etgan 10 mingga berib turasang, Qachon bersa? Bera olamsa? cho'qim berma. Ma'qul. Agar biramsan ishing chatoqchimi? Esa. Seni oynamdı. Desam qilishga. Mana, ana. Ana, ata. Şu. Qachon bera olaysan pulni? Lakatimiz o'rnida akab bermam kim? Vaqiraysan bu. To'xtab, pulni kesish kerak buni qayda bo'yicha. Qo'pa. Kesin lan. Qo'pa. Bu bizga nima ko'gilik, Shuni nima da tatqiliq deyman ha? qandoq qilamiz? Hayvon bey. Apa! Bu hayvonni ko'zim ko'misin. Voy bolam, nima bo'lding? Esnima. Mana. Darvoza bitta. Hay apa. Bu texigacha uyda o'ltiribsan-ku. Ha, shu bolam. Amalini qilamadik. Bolam, qo'ling nima bo'ldi? Kesib etdi. Apa, Ha? el qulning amalini qilmadingmi? Qilammadim bolam. Asta canım apa. Bu pulun amalını kımsak bulmaydı. Hiç bulmasa ma öğlendi olsa ma setim hatırlı apa. Onda kımıkmış. Dadam kını. Dadang uyda yo'q. Nima izlaysan bolam, men izlab beray. Dadam kını deyme. Bu yoqchi Dadam bolam. kını dadam. Uyda yo'q. Ya sen Neymiş konuşma deyse? da vasıma. Ma yerken sen bu. Ha? Bu nima qilmoqchi? Ha, nima qilmoqchi? Çıkar. Qo'yib et meni. Meni qo'yib et. Gap qila. Qo'yib et meni. Meni qo'yib Voy et. jinim bolam. Unda qilma. Sen satmam. O bolam Voy satay. jinim qilma. Satay, o'yinni satay. Voy bolam. Set satay. Satay bolam. Meni qo'yib et. O'yinni satay. Qo'yib et gel. Bo'ldi qil bolam, dadamni qo'yib et. Bo'ldi qil. Hey, Bo'ldi qil. hayvon. Men amalini qilib beray, jinim bolam. Ahli hayvon. Jinim bolam, men amalini qilib beray. Bo'ldi qizim, bo'ldi qizim. Bo'ldi qizim. Bugün o'qishda pul aytib yeyli. Ballarni kep qalamdi o texi. Teştikmi? Qanday ahvolinglar? Obdan turdinglar. Teştirdingizmi? Yomon emas. Balam, nim bo'lding? Chiroying sulg'un turdi-ku. Opa, azroq pul berib turgan bo'lsanglar. Pulning hammasini ishlatib yetib ekanmiz. Yana kelib bir uy deganda chiqimmi bo'lib turdi ekan. Onu özümün nevrisi dursa, pulu sizlarga bermay. Kimga beratdim qizim? Ammo sizning eringizni xel ko'p pul topdi, azroq berib turgan bo'lsangiz. Sizlarning Ahmadjonning turmushi yomon emas-ku. Pulni shundan so'rsanglar bo'lmamdi. Ahmadjonning turmushi xili yaxshi bo'lgandan keyin shundan so'ranglar. Qaynatingizdan qolgan mol dunyo unda qasam tugab ketmagandi. Pulinglar shunda qasam tugab ketdimi? O'z vaqtida Ahmadjon bilan aralashmanglar, miros talashib deb urush qilsamidinglarmi? Ular bilan ziddiyatlashibdiman, urushibdiman, uydan qovlabdiman. Sizni bachaq muhmoq oldinglar, endi yo'q chaqda. Mushundaqmi gap qilamsizlar? Bu ukam, bu nima deganingiz? Bolalarınızı özünüz başqaramay bizden göremsiz? Bolalarınız ticarette ziyan tassa biz bilen şerikmiken? Bolalarınızı obdan başqaramagandan keyin hop boptu toza. Keldikmi? Ha, isha shu.
Qani aka tushunga. O'zimiz nega kerakligini. Mushu. Amshir. Manga tez. Bunga ey. Turing aka. Acha. Bunga ziminki ha. Lekin yiroq bo'lsin. Bilasiz aka. Ala. Ey, mushuncha ular cho'ng ziminga aram mushpulni beramsiz? Ey, og'an qo'shilchima. Ye, adashay. Bo'ldi qila, bo'ldi. Bo'ldi qila, nima o'zing bisola. Bo'ldi. Ya, mushpullami bir shakl bo'ldi. Bo'ldi. O'zing Meni bisola. mushta bozor qilamsizmi? Bo'ldi. O'zing tutib ol o'zingni. Ey, Bo'ldi qila. manga mayaqqa. Manga. Tez manga. Qiladi. Mushpullar tasmisa beni. Qarama, tutalaymiz endi. Meni mushta bozorga bo'ladi deydi. Bo'ldi qila. Seni qamadi qil, omatonga qo'ysin ekan, mushpullar tasmisa beni nurg'un pul tutalaymiz endi. Bosmuş uyanım katıp ekilmez. Yanım kötülük kutumuz yani hatırlayacağım bu. Ha? Aynı vakti ben xilci tutqan go. Onun biz kıra. Talim ba go. Onun Oynaymayın. Ey, talay mendil deb o'ylamsa, kime? Oynaymiz. Bir oynaymiz. Ha? Yana, hoy. Ağabeyimizden Ahmet'e çokum kilo döndü. Çokum üyünü mü kaytır oldu bu? Voy jinim bolam, yana o'ynayapsan. Fatime napa? Yana ustirmassan bo'lmaydi. Fatime dedim go, ben oyunu kaytıramsam qilaq qilma. Voy, oyunu kaytır olma canım babam. Fatime. Qanda qilsaysan, ha? Bizlar durasam qanda ustime. Bo'ldi qila. Dema. Yo'qla. Oyunu qilsam yo'qla mana. Allah kedim birini. Bana sağ ol. Hayır. Ağladım çok fazla ha. İnan ağabey. Acha kartını. Mana hamsa. Kına, beni. Üstü. Ya kene ben sana belki 5 milyon pul kene. Ha? Ben sana belki pul kene. Ha? Kaytıray dedim o sana. Kaça kadırsa onu evde. Oyladın çıkar. Hopa, oyladın çık. Hopa. Seni o parda mı atık ya? Yapma nasıl bastı bugün? Hopa. To'xta. 5 milyon pulam kene. Voy bolam, nima shu oldi? Oppa. Meni gapimni faqat anglamadi. Duruvettim oppa. Duruvettim. Sen müşteride proza kadar kılma. Yetishgansan. Ya ağabeyler onda kımağlar bizi oğluna sağlık kadar kılmaz ağabeyler. Canım dada. Seninle ayrılıp bunda hanı veyran bop ketişimle oylamaptıken ben korktada. Öz vaqtida kepinga kirib, balalarımga terbiyeni yaxshi qilgan bo'lsam, bolamni to'g'ri yo'lda mangan, yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Men bu ko'nglimga azor berib, qag'ishimni olmagan bo'lsam, bu xona vayronchilikni tatmagan bo'lardim bu jinim dada. Jinim dada. Bundaq makonsiz sarson bo'lib yurishimni o'ylab baxmabdi ekanman. Sizning nasablaringizga quloq solmabdi ekanman. Sizni obdan boqolmabdi ekanman. Endi siz tutgan bu makon bollari uchib ketgan qush o'zidek cho'ldarab qoldi-ku. Dada, men pul bo'lsa, odam xo'shal-xuram turmush ko'chiralaydi debdi ekanman. Ota-onani razı qilmay
xo'shal xuram turmush kechirgili bo'lmaydi ekan. Dada, hayat vaqtingizda yurt cho'nlari, ota-onalarni ranjitmanglar. Ularga yaxshi qaranglar, deb nasihat qilsa, nima to'g'ri gap qildigandim. Mening bilan nima ko'rdi debdiman. Siz hayat bo'lgan bo'lsangiz, bunda xonavayram bo'lib ketmasdim, dada. 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tarib tuqqan o'g'lim yer bilan yakson qildi. Dada, sizdan ayrilib bir kunmi kulib boqmabdiman, jinim dada. Bo'ldi, turg'in o'rnini. Tura aka.